Assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar, hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani mol bozoridan syomkalarimiz boshlaydi, xudo xolasa. Zo'r shvitlardan hammasidan bir boshdan olib chiqamiz. Akalar qisqa video qo'ymasam uzunlarni joylayolmayapman videoga. Hali biza yangi akalar. Like bosib, obuna bo'lib, padishga qilib tursangiz, nasib bo'lsa bu yoqdan zo'rlarni olaveramiz. Sotilayotgan hammasini boshlaymiz akalar, xudo xolasa. 10 minut, 12 minut videoni olib tashlayveramiz akalar. Bilmayman aka. Nasib bo'lsa mana shvitlardan boshlaymiz. Shvit g'unojinlar. Mana 4 ta. Aka bular nech puldan deyapsizlar aka? 30 dan. Bozor nima dedi aka bular? 22 dan bir joyga 30 milliondan deyapti. 22 dan bir joyga hammasi yo'q. Aka bular qochganmi? To'rtalasidan keyin birdan qo'yilgan ekan. 2 oylik bo'lgan hammasi. 2 oylik bo'g'oz deyapti. Lekin вообще sifatga zo'r ekan. Hammasi chista shved, 100% вообще udarlari. Kimning uchta qo'yi qoldi? Nasib bo'lsa mol qilaman deganlarga вообще dahshat mollar. Juda zo'r akalar. Korobkalar zo'r. Bular bo'ylari akalar 120 dan ziyod hammasini bo'yi. 115, 120. O'shada. Aka telefon nomer qo'yamizmi aka? 90lik 617 57 40. Sizda ko'p bo'ladi bunaqadan, ha? So'rasa topib yuraverasiz. Akaga aloqaga chiqsangiz, ho'kizcha deysizlarmi, g'unojin deysizlarmi, topib yuraverasiz. Lekin g'unojinlar vaqti dahshat, gap yo'q. Sifatga a'lo hammasi. Dahshat hammasi. Nech pul deyapsiz aka buni? 18,5 ga yo'q akalar. Semiz yaxshi. 20 bo'lsa sotar ekan. Lekin zo'r ekan bu ham. Shana akalar. Shu dahshat zo'r ekan bu ham. Nech pul deyapsiz aka buni? 16 deyapsiz. Bozor nima dedi aka buni? 15 so'rayapman yo'q deydi. 15 so'rayapti aka, yo'q ekan. Bularni 15 ga savdo bo'lyapti, yo'q ekan. Savdo bo'layotgan joylardan olamiz akalar. Savdo bo'layotganlari yo'q. men bola bo'ldim akajon. Qaysi savdo bo'lyapti akalar? Uchalasi bir joyga, ha? Uchalasi bir joyga savdo bo'lyapti mana shu xonajillar. Nech pulga savdo bo'lyapti aka? 26 million. Ikkalasimi, uchalasimi? Ikkalasi. Mana bu ikkalasi, ha? Mana bu ikkalasi 26 million so'rayapmiz. YouTube'ga aka, YouTube'ga. YouTube'ga qo'yasizmi? Ha. Men Qaynar mol bozori. qaydan zo'r buqaboda urug'liq. Bulardan 2 million yo'g'on, uni qanaqa qilib tashlasam bo'ladi YouTube'ga? Dahshat. Hurmatli obunachilar, mana shu akamizda qanaqa ho'kiz bor? Bittasi semental 7 oylik. Bittasi semental 7 oylik. Qashqa shvit bor, bitta qashqa. Shvit bor qashqa, u ham 7 oylik. Bulardan yo'g'on. Bulardan yo'g'on, aha. Boyasiga, iyiniga ham yo'g'on. Dahshat. Bunani emi yuribdi 10 litr sutdi. Aha. Bunasini Sotasiz. Sotaman. Telefon nomer. Telefon nomeri meni esimga, uyga. Menga yo'q telefon. Yangi ariqda. Yangi ariq. Yangi ariq qishlog'ida ismingiz? Ismim Ivan. Ivan tog'a. Yangi ariqda Ivan tog'a nomerini o'zi bilmay ekan. Bilmayman, sidqi. U oilamniki bor, uyga. Uyga. Yangi dahshat nima? Bulardan 2 biror yo'q. Bo'ldi, sotamiz uni. Bo'ldi. Bu nechi ketdi ikkalasi aka? Rasmga tashlab qo'ysa bo'laydimi deyapman. Bular. 26 ga ketdi boya ikkalasi. Bunisi nechi pul aka? 14 deyapti bunisini.
savdo bo'layotganini olaylik. Zokir bova. Qanaysiz? Kimni video bo'laman? Mol video bo'laman. O'ldirasiz. Nech pul aka mana shular aka? 18. Bunisichi? Sho'riknikimi? Ha bo'ldi, indamayman. Laykni bosamiz. Bosavering laykni aka. Bu kichiklarga o'taylik akalar. Bu kichiklar olaylik, keyin ona bola sigirlar olamiz. Bu yerda 10 minutlik video qilaylik. Mana bu yerga sotilibdi. Sotildimi akalar bu? Nechi ketdi aka? 12 milyon. 12 million 600 ga sotibdi mana shu qizchamiz akalar. 12 million 600 ga sotibdi mana shu. Nech pul deyapti aka buni? 93 ga yo'q mana shu qizchamiz akalar. 93 ga yo'q. Shu qizchalarga o'taylik. Obet. Akalar shu yerda sifatlari. Nech puldan aka bular? Bular nech puldan deyapsiz aka bular? G'unojinlarchi? G'unojinlar 15 dan, ho'kizchasi 18. Bozor nima dedi aka buni? Uchalasini bir joyga 30 million, 31 million so'rayapti. Ho'kizchanichi? Ho'kizcha 15,5 so'rayapti. Uchalasini bir joyga 30 million, 31 millionga yo'q. Ho'kizcha 15,5 ga yo'q. Mana ular savdo bo'lyapti. Nech pulga savdo bo'lyapti aka bular? 35 ga yo'q. Ikkalasi bir joyga 35 million so'mga yo'q mana shu. Lekin sifatga a'lo, dahshat bu qizlarga. Korobkalar dahshat. Sandal bo'yapti orqalari, qarang ketlar, sandal bo'yapti bularni. Gap yo'q. 35 millionga savdo bo'lyapti yo'q. O'zi nima deyapsiz o'zi? 45 deyapman. Nech pul bu savol dedingiz? 40 emas 36 ga bering akalarga. 36 deng beradi aka. Bering bo'ladi 36 ga. 35 ga bermayapti. Mana bergan zo'r sifatlar bor ekan. Qaysilaringiz qoldi? Ikkita qoldi. Qaysilar qoldi? Savdo bo'lyaptimi aka bular? Nech pulga? 13 ga yo'q aka. Mana bu. G'unojina bu. 13 ga yo'q mana shu g'unojincha. Ho'kizchasichi? 17,5 yo'q ho'kizchasi. G'unojin 13 ga yo'q. 17,5 yo'q, ho'kizi yo'q. 21,5 ga 19 desiz ham nech pul oladi? Buni nech pul deyapsiz aka? 41 ga 300 kam bo'ladi. 25. Bozor nima dedi aka buni? 22. ga yo'q. Akalar shu qorayib qolmas, ona bola sigirlarni ham olaylik. Bugun endi qo'ldan kelgancha ozroq oldik. Sam mollarimiz kechroq sotdik-da bugun. Shunga kechikdik salgina. Mana bu savdo bo'lyapti ekan. Nech pulga savdo bo'ldi aka bu? Nechiga? 19 millionga mana shu ho'kizimiz sotildi akalar. Ana shved. Zo'r stakan yo'q, qaynar bozor. Stakan yo'q. Oq quloq, oq tumshuq. Sesta ferma. Nasillik. Kelin joyga mana.